Just ikkita. Mana shu oyda kreditini yopib olsak nasib bo'lsin. 8. To'pay onangga deb bo'lasizmi? Nima qilyapti bu? Shahzod? Mana-da. Nima qilyapsan? Akkita ko'nga tayyorgarlik. Qo'ng'iz chiqsa chiqasan, chiqa olmaysan lekin. Qara. 2, 3, 4, 5 mana shular shunday borasan, kreditga hech qaqqa bo'lmay to'g'ri borib kelgan. Tushundingmi? Nahot. Pulda g'ijimlama eshak bor, hech qaqqa bo'lmay to'g'ri bor. Qo'rqotar. Dada, mashina bankini. Ahvat. Dadajonim, mana bu pullar sizga dada. Endi o'g'lingiz boy. Mana bu jentri ham sizga dadajonim. Ikkita mashinamiz bor edi. Dadajon! Dada. Rahmat o'g'lim. Nimaga rahmat aytasiz? Kredit pulini yoqib qo'yganmi, rahmat aytyapsizmi? Hozir yozib zo'ra kredit pulini senga bergandim. Qanday yo'q qilding? Qamar o'ynab yotqazib qo'ydim dada. Qayerga bording? Festivalga bordim. Birinchi o'rinda olaman sizni. Faxringiz bo'laman dedim. Piva festivali ekan u. Piva festivali? Sen bola odam bo'lmaysan. Seni shuncha tarbiya qilib odam qilolmadim. Hech bir dadangni o'ylagansanmi? Meni hech bir o'ylaysanmi sen? Aytsang birga borardik o'sha festivalga. Aflas. Bitta o'bray dada. O'pding bana bu. Mayda 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 labida qarish mayda